Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazonga 9 kun qoldi. Bugun tag'in bir hadisni o'qiymiz. Shu hadis bilan o'zimizni Ramazon oylarına yaxshiroq azirlik, Ramazon oylaridan kelgan vaqtda ko'proq foyda olamiz inshaalloh. Aytgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam: "Man soma Ramazona imanan va ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kim Ramazon oyında iman to'li savoblarin umid etib uroza tutgan ekan, Alloh taolo uning ortda bo'lgan gunohlarini g'afur etadi. Boshqa hadisda suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan: "Man qoma Ramazona imanan va ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kim Ramazon oyında iman to'lib savoblarini umid etib namazlarini turib chiqqan bo'lsa, taravih namazlarini turib bo'lgan chiqsa, Alloh taolo uning ortda bo'lgan gunohlarini g'afur etadi. Jamoat, endi zo'r fursatlar. Urozalarni tutasizmi? Taravihlarni o'qiysizmi? Iymon to'lib savoblarini umid etib agarda buni qilamiz ekan, Alloh taolo bizning ortda bo'lgan gunohlarimizni bitiradi. Baribizga nasib bo'lsin. Azirlanik. Ramazon oylarini eng yaxshi ravishda qarshi oldik. Ramazon oylarining barakatlarini ko'rik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.